Ukam qunachini qancha qaldinglar? Qancha qaldi? 56 ming olib tushmadinglar. Ya buqalar qanchadan bo'ldi? So'ragandan ham qo'rqasan-ku bazen. Qancha oldi? 150 beradi shu. Kecha 6 sot. Ya aka, turpoq qancha oldi aka? 36 ming bo'ldi. Qaysi kanal? Qo'zlar qanchadan bo'ldi? Bu 300 bo'lgan o, kisar qo'z. Narxinizcha? 6 ming. 8. Sana qancha oldi aka? 73 bo'ldi. 73 ming bo'ldi sani. Qancha oldi buni? Qaysi kanal bu? Birinchi kecha. Var bu. Turpoqlar qanchadan bo'ldi aka? 83 ekan. 83 ming. Ukam qancha oldi bunsa? 83. Kırk 41.500 dan bo'ldi da. Şöyle geldi mi? Sami qancha oldi aka? 88 ming bo'ldi ekan Sami. Buna turpoq 25 ming bo'ldi. Turpoq qancha oldi tuğan? 63 ming bo'ldi erkek turpoq. Şu turpoq 63 ming bo'ldi. Soluq qancha oldi aka? 12.500 bo'ldi soluq. Qo'chqor qancha oldi qo'y? 12.100 dedi. Qandaysan? Ishqiladi. Echkilar qanchadan bo'ldi? 6.500 dan bo'ldi. Sani qancha oldi kam? 82 ming bo'ldi shu sani. Qo'y olib chiqishga o'yla hozir. Qo'yish bu. Bitta sanoyda qancha qaldinglar? 70 ga. 70 ming olibdir sanoyda. Qo'zlar qanchadan bo'ldi akam? 8 mingdan bo'ldi shu qo'zlar. Iki buqa 120 ming, 20 ming bo'ldi. 60 mingdan. Go berasqlo. Qancha qaldingiz aka turpoqda? 43 ming bo'ldi. 43 ming bo'ldi shu turpoq urg'acha. Qo'y qancha oldi aka? 12.500 bo'ldi. Qo'z qancha oldi aka? Qancha oldi aka? Buna turpoq. 49 ming bo'ldi shu turpoq. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? 4 44 bo'ldi. 44 ming. Qo'zlarchi? 20. 10 mingdan bo'ldi. 320 ming bo'ldi. Qancha oldi aka u? Eko 100 bo'ldi. Eko 100 ming, 50 mingdan bo'ldi. Soni qancha oldi aka? 85 ming bo'ldi. Qo'l qancha oldi? 14 ming bo'ldi. Qo'z qancha oldi aka? 11 ming bo'ldi shu qo'zi. Qancha oldi qo'zi? 9 ming bo'ldi. 9 lik. 10.500 so'm bo'ldi shu qo'zi. Sanoyda qancha qaldingiz? 86 ming bo'ldi shu sanoy. Uyda qancha qaldinglar? 66 ming bo'ldi. Bo'z ekan. Sizga qachib ket.
Ulak qancha oldu? 4200 so'm oldu ulak. Soluqlar qanchadan bo'ldi? 27 taş qoldi. Neko 27 ming so'm. Torpoqlar qanchadan bo'ldi? Qanchadan aytdi aka? 40 ming so'mdan bo'ldi erkak torpoqlar.